Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz produktni qanday qilib ishga tushirish haqida bo'ladi. Startaplar yaratayotgan narsa yo produkt bo'lishi mumkin yoki servis bo'lishi mumkin. Endi servisni ham, produktni ham biz produkt deb olamiz. Chunki servis ham bitta produkt va yangi o'sha loyihani ishga tushirayotganda, produktni ishga tushirayotganda ko'pchilikda savol bo'ladi. Qanaqa ishga tushirishim kerak? Qanchalik sayqallashim kerak? Qanchalik bu produkt ideal bo'lishi kerak? Servisim ideal bo'lishi kerak degan hali tajribasi yo'q yoki bo'lmasam hali startap ishga tushirmagan asoschilarda bu katta savol bo'ladi. Ko'pchilik ko'ramiz, klassik biznesdan qanaqa qilib bir loyihalarni ishga tushirish namunasini olishga harakat qilishadi. Klassik biznesda qanaqa bo'ladi? Masalan, aytaylik, kiyim magazini ochilyapti. Kiyim magazini ochilayotgan bo'lganda ko'rasizlar, karnay surni, kechki payt banket, qanaqadir bir qo'shiqchilarni chaqirishadi va bu ayrimlar ayiqlar yoki bo'lmasam qanaqadir bir personajlarni chaqirib juda bir tantanali ochilish qilishadi. Ungacha u joyi hammasini bir ideal holatga keltirib, chiroyli qilib qo'yishga harakat qilishadi. Startaplar bunaqa ochilishlardan andoza olishi kerak emas. Nimaga? Chunki startapda produkt yaratayotgan, servis yaratayotganingizda siz qanchalik tez ishga tushira olsangiz, shunchalik tez ishga tushirishingiz kerak. Nimaga? Chunki bu klassik bizneslarda ular oldindan, masalan, do'kon ochayotgan bo'lsa yoki bo'lmasam qanaqadir bir restoran qurayotgan bo'lsa, konsepsiyasi hammasini oldindan tasavvur qilish oson. Nega? Chunki bunday bizneslar juda ko'p oldin qilingan va mijozlar nima xohlashi yoki bo'lmasam qanday bir dizaynga yoki bo'lmasam ko'rinishga talab borligini bu kompaniya asoschilari oldindan bilishadi. Shuning uchun qanaqadir bir startaplar yoki bo'lmasam texnologik kompaniyalar ishga tushayotganda konferensiyalar qilish yoki bo'lmasam pressani chaqirish, katta tantanali qimmat ochilish qilishlarini ko'rsam, bu men uchun endi signal bo'ladi. Bu startap boshlanishi juda noto'g'ri boshlanyapti. Nimaga? Chunki boshlanishida siz iloji boricha jim, sekin, ortiqcha bir e'tiborsiz kichik mijozlar bilan, kichik bir mijoz auditoriyasi bilan proyektingizni boshlashingiz kerak. Ularga ma'lumot berishingiz kerak va ular sizni birinchi foydalanuvchilaringiz bo'lishi kerak. Endi ular foydalanishni boshlagandan keyin bu produktdan produkt sayqallana boshlaydi. Chunki biz o'sha darslarimizda startap maktabida aytamiz, MVP qilishga harakat qilish kerak. MVP degani bu hali final versiyasi emas produktni. Bu hali juda kamchiliklari ko'p produkt va kamchiliklari ko'p bo'lishidan yoki bo'lmasam siz o'ylagan ideal holatda bo'lmasligidan siz hech xavotir olishingiz kerak emas, bundan uyalishingiz kerak emas. Shuning uchun startapda produktni zapus qilayotganda ortiqcha dabdaba kerak emas. Iloji boricha o'sha karnay surnayga yoki bo'lmasam banketga ishlatadigan pulingizni produktni yaxshi qilishga, xodimlarga to'lashga yoki bo'lmasam mijozlarni xursand qilishga ishlatishingiz kerak. Google, Facebook, Amazon hozirgi holatini bilasizlar, juda bir katta loyihalar. Lekin bular ishga tushganda juda bir internetga kirib, birinchi versiyasi Google yoki bo'lmasam Facebookning birinchi versiyasini ko'rsangiz, juda xom produktlar bo'lgan. Masalan, Facebook, Mark Zuckerberg o'sha o'zini yotoqxonasida bir kechada ishga tushirgan loyiha bo'lgan yoki bo'lmasam Google ham ishga tushganda juda bir sodda bitta o'sha poisk bo'lgan, qidiruv tizimi bo'lgan, lekin qidiruv tizimida ham juda ko'p kamchiliklari bo'lgan. Va bu produktlarni hech kim esida yo'q boshda qanaqaligi. Boshda qilgan juda ko'p xatolar qilgan bo'lishi mumkin, bu xatolar esda yo'q. Shuning uchun sizlarning ham qilayotgan xatolaringlarni hozir qanaqadir bir juda buning uchun xijolatli bo'lishingiz mumkin. Juda katta qovunlarni tushirishingiz mumkin endi boshlayotganda, lekin bu hammasi normal hisoblanadi. Hech kimni esida qolmaydi. Vaqtlar o'tib, sizni proyektingiz katta bo'lib ketgandan keyin hech kimni esida qolmaydi bu narsa. Biz ham Express 24 ishga tushirganimizda birinchi 1 yil Express 24 MyTaxi'ning ichida bo'lgan. Alohida mobil ilovasi bo'lmagan va hamma MyTaxi'ning ichiga kirib, MyTaxi Express degan nom bo'lgan. Hozir so'rasangiz, hatto xodimlarimizdan ham bu narsa yodida yo'q. Ya'ni birinchi ishga tushgandagi 1 yili xodimlarning ham yodida yo'q. Ya'ni
mijozlardan so'rasangiz, bu mijozlarni asosiy qismi bizda hozir keyin kelgan mijozlar va keyin kelgan mijozlarni shu oldin qanaqa bo'lgandi, hatto birinchi kelgan mijozlarni ham shu MyTaxi'ning ichida bo'lganligi uncha esda yo'q. Shuning uchun juda ko'p qayg'urmang. Eng yaxshisi shu sifatli yaxshi servis ko'rsatishni o'ylang. Mijozni bitta og'riqli nuqtasini yechishni o'ylang. Produktni hammaga berishdan oldin kichkina auditoriyada beta test qilgan yaxshi. Masalan, biza yangi produktni feature degani bu xususiyat, qanaqadir funksiyalar qo'shayotganimizda buni hammaga ochmaymiz. Masalan, Google Play'da va Apple'da shu App Store'da shunaqa funksiyasi bor. Birinchi 5% ga ochamiz. 5% tekshiradi. 5%ni ko'ramiz. Qanchalik bu xatolar bo'lyapti, muammolar bo'lyapti, kritik xatolar bo'lyapti. Kritik xatolar bo'lmayotgan bo'lsa, keyin 10% ga ochamiz. Keyin 20%. Shunaqa qilib bu produktni funksiyalarini ko'pchilikka ochib boramiz. Ya'ni yoki bo'lmasam App Store, Google Play'dan tashqari bir xil funksiyalarni agar siz o'sha ishlab chiqayotgan dasturiy ta'minotingizda hali endi foydalanuvchi bo'lsa, o'zingiz yuklab bering yoki o'zingiz yuboring. Taklif qiling qanaqadir bir guruhlarni. Masalan, MyTaxi'da yangi funksiyalar chiqsa, haydovchilar uchun mobil ilovada bizani alohida test qiluvchi haydovchilarimiz bor. U haydovchilarimiz adekvat, to'g'ri fikr bildira oladi o'sha yangi funksiyalarga va shu yangi funksiyalarda qanaqadir kamchiliklar bo'lsa ham ularni o'zi tekshirib, tushunib, nima ishlayapti, nima ishlamayapti, bir adekvat sharhlashga tayyor odamlar. Shuning uchun produktni hammaga berishdan oldin beta test qilish kerak. Beta test bu beta ya'ni oxirgi versiyasidan oldin alfa versiyasi bo'ladi. Beta versiyasi. Bu alfa degani hali juda xomroq versiyasi, beta yaxshilangan versiyasi, oxirgi versiyalari bo'lsa, bu уже professional versiyalar bo'ladi. Gmailni agar kimdir uzoq vaqt ishlatgan bo'lsa, Google'da o'sha pochta xizmatini, Gmail bir 3-4 yil yoki undan ham ko'p vaqt davomida beta holatda bo'lgan. Ishlatayotganingizda shu Gmail tepasida beta bo'lardi va beta o'sha simvolni ko'rganlar tushunadi, bu produktni masalan hali oxiriga yetmagan, bu yerda kamchiliklar bo'lsa kechirishga tayyor bo'lishadi.